Mashalloh. Duxova toza baxmalli, gulsiz ko'k rangidan. Buni qarang. Birinchi marta anjir lo'la yostiq tayyorlab berdik. Bandlarni qarang, po'pik arqonlarini. Qanaqa chiqdi? Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyga yo'qdi so'zini yozib qoldiring. Bu mayli. Duxova toza baxmalli qizil rangidan ko'rpacha qilganlik trendga chiqib ketgandida. Endi qarang. Yana bir toshkentlik mijozimizga duxova toza baxmalimizni ko'k rangidan tayyorlab berdik. Qovulishlari qanaqa bilinyapti? Zo'rmi? O'zgacha qilib chetiga mag'iz o'rniga popik qo'yib tayyorlab berdik. Hamda bu ko'rpachamizni astariga e'tibor qiling. Paxtalik gold satinda baxmalimiz rangi moslashtirib tayyorlab berdik. Albatta buni paxtalari juda ham yaxshi holatda solingan. Qovoq liniyasiga e'tibor qiling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qator. Juda ham chiroyli. Hurmatli udum kuzatuvchilari, bu ko'rib turgan komplektingiz 4 ta 270 lik ko'rpacha, 6 ta 60 yostiq va 2 ta mana bunaqa o'zgacha lo'la yostiq. Tayyor narxi 3.420.000 so'm. Albatta sizga ham shunaqa asl matoli ko'rpachalar kerak bo'lsa, udumga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Eng muhimi, 12 ta viloyatga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin.